Assalom obunachilar, sizlar bilan Marenzo va mana bugungi video roligimga xush kelibsiz. Bugungi videoda biz boshi yo'q JTL hikoyasi haqida gaplashamiz. Aniqrog'i qo'rqinchli creepypasta. Unda siz juda ham adrenalin olishga tayyorlaning va biz unda videoni boshladik. Ikkita o'yinchi oddiy mirga, ya'ni ular ikkita o'yinchi serverda o'ynashayotgan edi. Ular oddiy vijvaniya qilishga tayyorlanmoqda va bir-biri bilan suhbatlashib vijvaniya qilishmoqda. Oradan biroz vaqt o'tgach, o'yinchilarimiz bitta uyni topib olishdi va ichiga kirib, qiziqib kirishdi va u yerda qanaqadir rasmlar, pechka va yorug'lik shunaqa narsalar ham bor edi. Bitta o'yinchi esa qiziqib yanada ichkariroqqa kirib ko'rdi. Kitoblar bor edi bu yoqda, sandiq va yotoqxona. Mana kech ham tushdi. O'yinchilarimizni yonida zombilar va qanaqadir zombiga o'xshash qishloqlar paydo bo'lishdi va bitta o'yinchi ularni ham o'ldirdi. Va nihoyat tong ham otdi. O'yinchilarimiz juda ham xursand va yon atrofda ozgina mayda hasharotlar va o'rgimchaklar qolib ketgan edi. Ha, aytgancha do'stlar, o'yinchilarimiz o'zlari topgan joyni o'z uylari qilib olishdi. O'yinchilarimiz qanaqadir yo'ldan qanaqadir qilichni topib oldi. U qilich aylanayotgan edi har tarafga, xuddiki yo'l ko'rsatayotgan kompasdek harakatlanayotgan edi. O'yinchilar hayron qolishdi. U qilich uchib ketdi to'g'riga qarab. O'yinchilar rosa hayratda va bitta o'yinchi juda ham qo'rqib o'zini yonidagi sheriginiga qaradi va uzoqqa, ya'ni qilich ketgan tarafga qarab o'tiraverishdi o'yinchimiz. U qayerga ketdi degan fikrlar paydo bo'lyapti. Va nihoyat o'yinchilarimiz qilichni topishdi. Va bitta o'yinchi bir narsaga ishora qildi. Qilichning yonida yana bir narsa bor degan. Voy, qilichning yonida esa bitta qishloqni kallasi yotibdi. Qonlar, ko'zlaridan qonlar chiqib ketgan. Ya'ni ko'zlari shilingan, ko'zlari umuman yo'q. Va o'yinchilarimiz juda ham hayratda bo'ldi va o'yinchilarimiz juda ham qo'rqishyapti. O'yinchilar uylariga ketayotib va yo'llaridan qanaqadir qonlar va qanaqadir yozuvli pech taxtalar chiqib qolishdi. O'yinchilar hayratda va bitta o'yinchi uchib uyiga kirib ketdi va bu yerda buni tarjimasini hozir men sizlarga, ya'ni yozib qoldiraman. O'shanda o'yinchilarning oldidan kallasi yo'q, boshi yo'q JTL chiqib ketdi. O'yinchilar hayratda va bir-biriga tez-tez yoza boshladi. U JTL ham turaverardi bir joyda. O'yinchilar qo'rqqandan juftakni rostlashga qaror qildi va ikkita o'yinchi juftakni rostlab yubordi. Hammaga xayr obunachilar, sizlar bilan Marenzo bo'ldim. Kelgusi videolargacha ko'rishguncha bye bye.